Biznesga kirayotganingizda hech qachon oldindan kelajakni bashorat qilmang. Biznesga kirayotgan ko'p insonlarni kelajakni oldindan bashorat qilishi, tavakkulni orqaga surib qo'yib, aynan bu o'xshaydi, o'xshamasa ham o'xshashi kerak deb turib biznesni boshlashi bo'ladi. Agar siz haqiqatan ham muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, har doim nimadirni sinab ko'rish orqali muvaffaqiyatga erisha olasiz. Hech qachon sinalmagan, qilib ko'rilmagan ishni o'xshaydi yoki o'xshamasligini hech kim aytib bera olmaydi. Siz muvaffaqiyatli tadbirkorlarning o'tmishini qarayotgan bo'lsangiz, har doim har bir muvaffaqiyatli biznes bu tavakkalga asoslangan. Har doim tavakkal qilgan, hamma risklarni bo'yniga olgan, mas'uliyatni olgan insonlargina biznesda muvaffaqiyatga erishadi. Muvaffaqiyatga erishish uchun bizdan nima talab qilinadi? Albatta kerakli bilim va to'g'ri ustoz, to'g'ri harakat. Siz ham ayol sifatida o'zingizni farzandlaringizga namuna bo'la oladigan ayol bo'lib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Sizga biznes sirlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta men sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki ayollarimiz uchun eng kerakli bo'lgan biznes sohalari haqida aynan shu joyda gaplashamiz.